alaykum, meni qadrli, meni sevib kuzatadigan obunachilarim. Sizlarga bir katta yangiligim bor, surprizim bor. Sizlar hozir hamma narsa sun'iy intellekt bo'lgani uchun ChatGPTdan foydalanasizlar. U mutlaqo noto'g'ri. Uni o'rniga Gemini chiqqan. ChatGPT rasmlarni qila olmaydi unchalik yaxshi. Qo'shiqlar yarata olmaydi. Gemini ChatGPTdan so'rasanglar matn qilib chiqaradi. Gemini o'shani tushuntirib chiqarib beradi. Gemini nomi, Gemini. Qo'shiq yozadi ismimizga, bironta nomga. Rasm yaratadi, soyalaringizgacha ko'rinib qoladi, ishoninglar. U bilan suhbat qursanglar ham bo'ladi-da, ChatGPT bilan. Qanaqa boshqacharoq bo'lsa, bu bilan kulib, masalan, san davshingni o'zgartirsa bo'ladimi desa, ha, bo'ladi deysiz. Agar mabodo ota-onangiz vafot etgan bo'lsa, inna Alloh asrasin bunaqa narsalardan. Vafot etgan bo'lsa, ota-onangizni ovozi yozilgan video tashlab bersangiz, o'sha odamning ovoziga o'xshatib beradi. Otajoningiz bilan, onajoningiz bilan gaplashayotgandek bo'lasiz. Shu videoni rekka chiqaraylik, iltimos sizlardan. Ilohim ota-onalar hoji bo'lsin. Amin.